Erkak xotiniga shishadagi shaytonni omonat qilib qoldiribdi. Xotini shaytonni yaqindan ko'rishga rosa qiziqibdi va shishani og'zini ochibdi. Shayton ham vaqtni qo'ldan boy bermay o'zini shishadan tashqariga otibdi va qahqaha ota boshlabdi. Qiziqqon xotin, har doimgidek qiziqishingga qarshi bora olmading va eringni 40 yillik mehnatini havoga uchirding debdi. Yo'q, sen o'sha shishani ichidan chiqmading-ku debdi ayol sokin ohangda. Qanaqasiga deb hayqiribdi shayton. O'zing ko'rding, shu shishani ichidan chiqdim debdi. Ayol esa o'zinikini ma'qullabdi. Shu kichkinagina shishaga so'laqmonda shayton qanaqa qilib sig'sin? Shu gapingga kimni ishontirmoqchisan debdi. G'azab otiga mingan shayton ko'rib qo'y debdi-yu, lip etib shishaning ichiga kirib olibdi. Shunday qilib, erkak shaytonni shishaga qamash uchun 40 yil, xotini esa bor yo'g'i 5 daqiqa sarflabdi. Shayton Allohga yuzlanibdi. Ey Alloh, modomiki ayolni yaratar ekansan, meni yaratishga nima kerak bor edi debdi.